Tak, oxirgi sandiq olamiz, ibiyaq qo'yamiz, bo'ldi qishloqlar instrumentlari ham tayyor bo'ldi. Hoy kapon rahmat sen ko'taga xo'p deganingga bu ta'mirlashimizni bu kirimizni o'zini olga safar kirasmaganimiz Ha, mani kirazmadinglar ku axir sizlar to'g'rimi qishloqlar? shash uzr so'raymizda. Qishloqlar. Mayli, ta'mirlab beraman. Endi to'xtab turinglar obunachilarim shotda. Hamma do'stlar, mana tumkan bu timan yangi videoimga xush kelibsizlar. Xullas do'stlar, mana qishloqlarni bunkerini ta'mirlab bermoqchiman. Mana buni qaranglar, izomutniy bo'lib yotibdi. Ko'rmagan bo'lsanglar, oldingi videoimni tushuntirib beraman. U ichi vashi g'alati bo'lib yotibdi. Oldingi safar o'zligisi qurishdi. Mana shu ishda qishloqqa mana kirg'ishmadi shu bunkerga oldingi videoda. Uzr so'rading o kapot. Endi men ularga shu bunkerni ta'mirlab bermoqchiman chiroyli qilib. Dabdala bo'lib yotibdi. Kapot rostdan ham dabdala bo'lib yotibdi. Bilan qanaqa bo'ldi yashaganmiz, lekin zo'r bo'lar ta'mirlab bersa. Ha, o'tib remont qilib beraman. Hamma narsalar уже menda tayyor bo'libdi qishloqlar. Bo'lmasa 1 soat kutinglar, borib turinglar, men qilib turaman. Day ochamiz, qaranglar do'stlar. G'alatiligini bo'ldi yerdan. Qani qishloqlar chiqaychi 1 soatdan keyin kelsanglar buyog'i. Ana ketishdi. Mana qaranglar, hamma yoq dabdala bo'lib yotibdi. Bo'tdi, hammasi yerdan kirchang. Xunni to'letdan yoqtirgan narsa g'alati bo'lib yotibdi hamma yoq do'stlar. Xullas, mana mashina men ta'mirlashim kerak. Birinchi bo'lib men ichidagi hamma narsalarni olib chiqib ketishim kerak. Chunki baribir hammasi yomon bo'lyapti. Mana stollarni ham pizzani qo'yamiz. Ana bo'ldi. Mamba versak, pechka, kalavat, ana to'letni ham alishtirishimiz kerak. Chiroyli qilib hamma qilamiz. Ana bo'ldi. Hamma yo'ni bizib chiqdim. Endi men narsalar olib kelishim kerak. Hozir sandiqni bitta narsani ko'ringlar. Kapot bo'ldimi? Yo'q, qishloqlar qanaqa bo'ladi? Azincha sabr qilib turinglar. Endi boshladim-ku. Endi hamma narsa chiqazaman-ku bo'tdim. Nima qilasan kapot chiqasan bu narsalarni? Chunki men undan ham zo'r narsalarga alishtirmoqchiman-ku. Hali qishloqlar sizlarning narsalarga g'alati yotibdi. Yana kattalashtirmoqchiman. Mana mashaqqatchimi? Kattalashtirmoqchiman. Bunkerlar qanaqadir voy kichkina yotibdi. Ammo obsidiandan kattalashtirmoqchiman. Menda izumrudniy temir bor. Nima? Izumrudniy temir? Nima deganing bu kapot? Men o'zim scratch qildim. Mana qaranglar, bu izumruddan temir. Qaranglar, bu temir, lekin bu izumruddan qilingan. Yashil, chiroyli, sizlarga yoqadigan. Mana mashinadan mahkum o'ylayman bu shu bunkerlarni. Wow, kapot rahmat, chiroyli chiqsa kerak. Albatta chiroyli chiqadi, nimaga xunuk chiqishi kerak ekan. Obsidian himoyasi birinchisi, ikkinchi himoya bu izumruddan temir bo'ladi. Mana shu eshikni ochamiz. Eshik normalniy turibdi, alishtirish kerak emas davomman. Endi kattalashtirishni boshlayman do'stlar. Qancha kattalashtirsam ekan? 2 ta blokkami ekan yoki 3 ta blokkami ekan vobshe. Ko'ramiz hali orqasiga, chunki hali obsidian qo'yishim kerak. Izumruddan temir ana bo'ldi, hozirchalik kattalashtirdim. Yana bularni 2 ta blokka kattalashtirishim kerak do'stlar. Mayli, uncha qiyin narsa emas. Buni qo'yaman. Buyoqqa obsidian, buyoqqa temir qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib hammasini qo'yamiz. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana bo'ldi do'stlar, mana qaranglar, hamma yap-yashil izumrudni chiroyli yotibdi. Endi eslaylar, videoni boshida yerdan g'alati hamma kir bo'lib yotdi. Endi hozir hamma chiroyli bo'lib yotibdi. Mana qaranglar. Men bu izumrudni temir orqasidan obsidian qilib chiqqanman. Mana ko'rib chiqsanglar bo'ladi, hamma orqasida obsidian turibdi. Buni ham sindiraman. Mana ko'rsataman. Randomni joyi sindirib, hamma yoqda obsidian orqasida temir bo'ldi. Mana tepada yashil chiroyli, mana pastda yana gilamni qaranglar, chiroyligini, jigaring gilam, zo'rku axir to'g'rimi? Mana qishloqni eslatib turadigan daraxt, tepada temir kerak bo'ladi. Bu ham izumrudniy temir, hamma yoq chiroyli chiqsa xullas. Endi eng qiziq joyi hali dekor, sal keyinroq qilishni boshlayman. Men bu yerda hali 1-2 ta xonali qilishim kerak. Yana xonali qo'ymoqchiman bu yerda. Men kirish joyini ham o'zgartirmoqchiman. Kapot
Shunta man ko'rib qoldim. Namuncha zo'r chiqyapti, bo'ldimi? Qishloqlarda zo'r chiqyapti-yu, lekin hali bo'lgani yo'q. Sal poylab turinglar iltimos. Voy, kompon lekin bizga yo'q ketib qolgan ishi. Ha, bo'lmasa men hozir boshlayman. Men biznalarni ham alishtirishim kerak. Qishloqqa ketdimi? O'shancha alishtirishni boshlayveraman endi. Qishloqlarni hamchi bo'tda kutib turaveradi. Borsa o'zini ishini qilsa, men unga chiqib turaman-ku axir. Как раз mani izumrudni iznali bor edi bu yoqqa. Izumrudni iznali qo'yaman. Ichiga hali men bir ikkita xonalar qurishim kerak. Davay bo'lmasa men ketdim. Va 1 2 ana bo'ldi. Bu yoqqa pardalar osib qo'yamiz. Ana bo'ldi do'stlar. Men shu qotgan ishimga albatta like, obuna bosib qo'ying. Chunki eng qiziqmas narsalarni sizlarga o'tkazib yuboraman. Eng qiziq narsalar qoldiryapman do'stlar. Bu yoqqa men vanna qildim. Yoniga tomonda hojatxona qildim. Mana qaranglar. Tualetga qo'yib chiqishim kerak ekan. Xullas, shunaqa ishlar xoschalik shunaqa o'xshayapti. Endi boshlasam bo'larmikin jikor? Davay boshlaymiz. Qani ketdi bo'lmasa, mana eshikni ochamiz. Sandiqni yoniga boramiz. Qaqi kalavat qo'ysammikin? Mana shu yoqqa kalavat qo'yaman. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. 2 qavatli kalavat qo'ymoqchiman. Idealni chiz hammas, lekin bu yoqqa qo'yaman. Bu yoqqa, bu yoqqa, mana tomonga bo'ldi do'stlar. 2 qavatli kalavat bo'ldi. Qaranglar, zo'r chiqqanmi? Endi men hozir versak, bitta narsasidan chiqyapti-yu do'stlar. Voy, rostdan bolg'am esidan chiqyapti-yu. Mana daraxt ichiga men versak solib qo'ymoqchi edim. Buni qilmasa chiqib turadi-ku. Joy kamroq olib qiladi. Mayli, xo'shalik shuni o'tirsin, balkim keyin o'zgartirib qo'yaman. Hozir ham normal turibdi davomli ekan. Mayli, shuning uchun turaversa, mametga himoya uchun narsa qo'yib qo'yaman. Bu signalizatsiya do'stlar. Bu esa radio. Tepadan nimadir bo'lsa, yomon narsa bo'lsa, bu turadi. Masalan, tsunami bo'lsa, tsunami bo'ldi yoki nimadir portlasa aytib turadi. Shu radioda ham signalizatsiya, qanaqa radiatsiyalar bo'lsa, o'shani aytib turadi. Albatta yong'in, agar o't bo'lsa, yong'in bo'lsa aytib turadi. Menga olov bo'lsa haqqi. Men o'rtasiga qo'yib qo'yaman, bo'lmasam ana bo'ldi do'stlar. Nimalar qo'ysam-ekin? Mana hali oshxona bor. Oshxona ham siqadi bo'ldi do'stlar. O'tda vashiz ishimiz sig'magan edi ham даже. Даже kerak aytarman do'stlar. Birinchi bo'lib bu yoqqa xolodilnik qo'ymoqchiman. Yonlarga bunaqa shkaflar qo'yib chiqmoqchiman. Nega bu shkaflar? Albatta gaz uchun. Mana bo'ldi. Tepasiga tumanda do'stlar, vechashga qo'yishim kerak. Axir kimdir uxlayotgan bo'lsa, kimdir ovqat pishirayotgan bo'lsa, men ovqatni tutuni, ovqatni hidi kelib uyg'otaveradi-ku, to'g'rimi? Men bu ovqatni hidini, tutunni hammasini olib qo'yadi. Qo'ygan narsam hozir mikrovolnovka. Men bekor qo'ydim, ham yon tomonni prosta chiroyli turish uchun mikrovolnovka turadi, ochilmaydi u tomoni. Bu yoqqa men shkaflar qo'yib chiqmoqchiman. Rakvina qo'yamiz, oddiy stol qo'yamiz. Nimadirlar kesishga, mametga nimadir sig'dirib qo'yish kerak hali. Albatta men stol sig'dirmoqchiman bu yoqqa. Katta stol mana bu yoqqa. Maza qilib o'tirib gaplashib o'tirish uchun stol ham qo'yish kerak ekan. Hali bu yoqqa ana bo'ldi do'stlar. Men bo'ldi, stol ham qo'ydim, soat os qo'yaman bu yoqqa. Menda hali do'stlar, men hozir rasm olib keldim. Men kerak narsalar olib keldim. Bu yoqqa men rasmni qo'yib qo'yaman, gul qo'yib qo'yaman bu yoqqa chiroyli o'tirish uchun. Bu tomoniga yetganimda shkaf qo'yib qo'yaman bunaqa. Ustiga nimadirlar kesishga sabzi albatta. O'qishlarni eslab turish kerak-ku. Tepada qanaqa yaxshi bo'lganini jaholligimni sabzi olganimman. Mametga tarelka, kurrushka, kerakli narsalar. Rasm chiroyli bo'lishi uchun qaqqos qo'ysam bo'larkan, yo bu yoqqa qo'ysa bo'lmaydi. Men qaqqos qo'yaman. Mana bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa simmetrichni chiroyli bo'lsa turadi. Men hozir bunaqa narsa olib keldim. O't o'chiruvchi narsa, himoya narsa yonida turadi bu narsa ham. Men vanna qo'yishim kerak bu yoqqa. Davay qo'yamiz. Nima cho'g'ir bu vanna. Xo'g'ir ekan, lekin bu vanna. Men bu yoqqa kir yuvish mashinasi qo'ymoqchiman. Kir yuvish mashinasi. Bu oddiy bunker emas, prosta yashashga joy do'stlar. Rakvina bunaqa dizaynda qilingan rakvina qo'yib yuvishga. Sochni qo'yib qo'yishim kerak. Men qo'yib qo'ysam bo'ladi. Sochni va hojatxona uchun men tualetga qo'yib qo'yishim kerak. Rasm qo'ysam-ki vanna yig'lab turadi-yu, hojatxonada zo'r turadi. Mayli, vannaga ham qo'yib qo'yaveramiz. Nima muammo bizada? Oppa, ana bo'ldi. Mana kir yuvish mashinasi ustida turadi. Tualetlarga bunaqa hojatxonalarga
joylarga qo'yib chiqamiz. Ana bo'ldi unitazlar. Qog'ozlar tepasiga qo'yishimiz kerak albatta. Uchalasiga 3 tadan bo'ldi. Hammasi tayyor bo'ldi. Endi do'stlar, men shoqidan chaqirsam bo'larmikin? Yo'q. Men hali kirish joyini qilganim yo'q, chunki kirish joyini ham qilib qo'yishim kerak-ku axir hali. To'g'rimi? Kirish joyini ham men chiroyli qilib qo'ymoqchiman. Hozir kelaman. Mana olib keldim o'zimga hamma kerakli narsalarni. Xullas mana qanaqa suv ko'rasizlarmi? Bu eng chiroyli, eng cho'tki suv, mana qaranglar. Bu yoqqa turasizlar, даже bo'tisizlarda bunaqa effekt paydo bo'ladi yuraychani. To'g'ri, bu keyin ketib qoladi, yo almashtirib turish kerak. Bu nimaga kerak desalar, bu toza bo'lib turish uchun kerak. Axir toza bo'lib kirish kerak-ku, to'g'rimi? Bunkerga kir qilish kerak emas, bunkerga. Qancha bu yerdan toza bo'lib kirasizlar, ikkinchi bo'lib albatta men ventilyatsiya qo'yishim kerak. Nimaga ventilyatsiya to'g'ri, yuvinasizlar, oyoq yuvasizlar, ana suv kirib chiqqandan keyin axir qo'rinishiga kerak-ku, to'g'rimi? Qo'rinish uchun bu yoqqa ventilyatsiya qo'yib qo'yaman. Izlardan kirra hammasini olib tashlaydi. Albatta gilam. Bu gilam oyoqni bunaqa kirlarni, changlarni o'zidan olib tashlash uchun. Bo'ldi do'stlar, mavtda spesial narsa turadi. Hamma kirlarni o'ziga tortib oladigan. Bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi. Endi men qishloqdan chaqirsam bo'ladi, maqtamasam kim maqtayman, to'g'rimi? Chiroyli chiqdi, ximmi chiroyli chiqdi, yoqdi deman gap. Mayli, endi ketdim men chaqirishga. Qishloqlar, kapot tayyormi? Kapot tayyormi? Bo'ldimi kapot? Ha, qishloqlar bo'ldi, hammasi kirsanglar bo'ladi. Sabr qilib turinglar, ketinglardan kiramiz. Qani ketdi qishloqlar, hammasi tayyor bo'ldi, hammasi chiroyli bo'ldi. Bemalol kirsanglar bo'ladi. Kapot zo'r chiqdimi? Ha, kirsanglar albatta bilasizlar endi. Mamiyatda kirish bilan 3 tariq himoya. Oyoqni yuvasizlar, mamiyatda qurinasizlar, mamiyatda oyoq changlarini artib olasizlar. Kapot, o'zim mana shu qo'yiluvdi, men shu qilishni lekin sen o'ylabsan. Juda ham zo'r qilibsan lekin. Ha, o'ylaning lekin qilmabsan, ne boshida shunaqa qotganingda. Juda ham zo'r. Men ishni ashtirmadim. Ishni ashtirmadimmi kapot? Yo'q, ashtirmadim deyman-ku, chunki eng normalniy narsa o'zi. Ishiga tayyormisizlar? Kiringlar endi. Kapot. Kapot juda ham zo'r ekan. Kapot, navachi zo'r bu. Ko'zimga yarashini qaralaring. Kapot, даже bo'ta vanda bor ekan. Bo'ta hujjatxona hozir kirib ko'rdim. Ha, qishloqlar, bo'ta hammasilar uchun kerakli narsalar bor. Mana mamiyatda darja hamma narsalar bor. Ha, kapot juda ham zo'r ekan, kattalashtiribsan, ko'p bilyapti. Rahmat esa kapot. Ha, qishloqlar. Mana shu yashab turasizlar endi. Mazza qilib yashasanglar bo'ladi hammamiz. Endi mazza qilib yashab turasizlar. Bu zo'r joyda. O'zi vashi g'alati yerdan qilingan g'alati vashi narsalar-ku, to'g'rimi? Qishloqlar bo'ldi bo'lmasa, ha kapot, rahmat esa kattakon, вообще dabdala joyida bizani yerdan qilingansan, suv chak bo'lib yotgan. To'ppa-to'g'ri aytasizlar. Davay bo'lmasa pizzalar men bilan olinglar, xuddoklar bor yana bu yerda. Ura, davay kapotga chaymacha qo'yamiz. Rahmat qishloqlar. Bo'pti bo'lmasa, men obunachilarim bilan xayrlashib olay. Xullas do'stlar, oldingi videoda qishloqlar bunker qurgan ekan, lekin dabdala chiqdi. Yana meni qirg'ishmoqda. Ammo ularga bugun ta'minlab berdim shunaqa izmrutni qilib like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasa, keyingi videolarimda kuzatishga davom etinglar.